Navbatdagi lokatsiyamiz Farg'onada bo'ldi. Bu mijozimizga o'zimizda shedevr fason darvozamiz va high-tech uslubdagi kozoroglarimizni tayyorlab berdik. Sizlarga kozorogimiz va darvozamiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Razmerlari, materiallari haqida. Darvozamizni o'sha razmeri 4.10 ga, balandligi 4.25 razmerda bo'lgan. Tepasida havo aylanish joylari ham bo'lgan. Ichkaridan skvoznoy bo'lib turish uchun. Analizchalar qilib berganmiz yoniga 45 santidan u tomonga, 45 santidan bu tomonga analizcha qilib berganmiz. Darvozamizda stoka profillari 10 ga 10 uchli stenada bo'lgan. Darvozamizda qalinligi 64 mm profildan ishlatganmiz, 80 ga 60 profil. Bu darvozamizda o'sha qalinligi 4 qavatli holatda bo'lgan. To'liq 2 qavat shumkali variantda jami hisobda listlari 4 qavat hisob bo'lgan. Zamoglarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Zamoglari Zubur firmani original zamogidan. Taglari o'sha onli shiviller qo'yilgan. Kraskalari Okean firmani Mokr asfalt kraskasidan sepilganmiz. Gruntovkalari ham avtomobilni gruntovka. Kraskalariga 3 yildan 5 yilgacha kafolat beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka, SNG davlatlariga ham olib borib o'rnatib beramiz. Kozorogimizning razmerlari oldiga 330, yoniga 650 chiqqan bo'lgan. Tepasiga leksali holatda lazerli variantda qilingan high-tech uslubdagi kozorogimiz. Bu darvozamiz va kozorogimizning o'sha narxi, kozorogimizni 1.100.000 so'mdan qilib berdik. Darvozamizni 1 metr kvadrati 2.400.000 so'mdan olib o'rnatib berdik. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka besplatniy holatda olib borib o'rnatib beramiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Kanalga yangi bo'lganlar podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.